Allah Teala ta davru kıyametgacha keladigan hammamizni zurriyotlarimizdan Amin. shunday dinda xizmatchilarini chiqargan. Amin. Bularni ham zurriyotlaridan Amin. mihroblarda turib Amin. xatmona qiladigan qorilarni chiqargan. Amin. Biz shu yerda Rasulullohning oldilarida o'sha kunda bo'la olmadik. Lekin hozir qalbimiz bilan, dardimiz bilan o kishiga hamdard bo'lib, shu yerda o kishining tarixlarini eshitdik. Amin. Alloh taolo bizlarni ham qiyomat kuni sahobalarning maqomida qilsin Alloh. Amin. Bizlarni mushtafar ota-onalarimizni Alloh o'z rahmatiga musharraf qilsin. Amin. Parvardigorim bizlarni shunchalik go'zal ibodatni ado etishlik uchun Amin. shu yerga kelib shunchalik ibodat qilishligimizga sharoit yaratgan bu firmani tashkil qilgan rahbarlarni ham Amin. hammalarini Alloh taolo qalblaridagi shar'iy maqsadlarni hosil qil. Amin. Ishlariga, kasb-mikonlariga o'zing barakotlar ato qilgin. Poka Parvardigoro bu yerda xizmat qilib turgan ishchi guruhlarimizdan, harakalarimizdan Alloh o'zing rozi bo'lgin. Amin. Ta davri qiyomatgacha keladigan zurriyotlardan Amin. xodimi dinlarni uzmagin Parvardigor. Amin. اللهم احفظنا ولا تحفظ به عبادك الصالحين حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصل على محمد وسلم برحمتك.